Hindistonliklarning dastidan Rossiyada non qolmayapti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Rossiya hukumati 2025-yil Hindiston va Bangladesh fuqarolariga so'nggi 9 yil ichida rekord miqdordagi ishlash uchun ruxsatnomalar berdi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi statistikasiga tayanib Verstga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiyada ishlash uchun 56,5 ming nafar hindistonlik fuqaro taklif etilgan. 2024-yil bu ko'rsatkich 36,2 ming nafarni tashkil etgandi. Shuningdek, Bangladeshdan kelganlar soni 2024-yildagi 2,8 ming kishidan 9,3 ming kishiga oshgan. Ikkala ko'rsatkich ham 2017-yildan buyon kuzatilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Markaziy Osiyo bo'yicha ko'rsatkichlar: Turkmaniston fuqarolari uchun ishlash ruxsatnomalari soni 2,5 barobardan ko'proq, 25 minggacha. O'zbekiston fuqarolari uchun 5 barobar, 2,3 minggacha va Tojikiston fuqarolari uchun deyarli 3 barobar, 263 tagacha ko'paygan. Shuningdek, Rossiyada ishlash uchun ruxsat berilgan Xitoy fuqarolari taxminan 50% gacha, 92 minggacha oshgan. 2025-yilda chet elliklarga berilgan ruxsatnomalar soni 240 mingtaga yetib, 2017-yildan buyon eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Yil davomida bu ko'rsatkich deyarli 42% ga o'sgan. 2026-yilda hukumat Hindiston, Xitoy, Malayziya, Bangladesh va Afrika mamlakatlaridan ko'proq mehnat muhojirlarini jalb qilishni rejalashtirmoqda. Mehnat vazirligi qaroriga ko'ra, ular uchun kvotani 279 ming kishi darajasida belgilash mo'ljallanmoqda. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yildagi umumiy kvotaning 92% sanoat korxonalari va yirik infratuzilma loyihalari uchun malakali ishchilarga ajratiladi. Qolgan qismi esa og'ir mehnat sharoitida ishlovchi malakasiz ishchilar hamda ayrim boshqa kasblar, masalan, veterinariya sanitarlari yoki hayvon parvarishlovchilardan iborat bo'ladi. Avvalroq Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Denis Manturov mamlakat Hindistondan keladigan mehnat muhojirlarini cheklanmagan miqdorda qabul qila olishini, bu ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishni aytgandi. Mehnat resurslari yetishmasligi Ukrainadagi urush bilan bog'liq. 300 ming kishi safarbar etilib frontga yuborildi. Qariyb 1 million kishi mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzib jangga ketdi. Bundan tashqari 600 mingdan 1 milliongacha odam mamlakatni tark etdi. Natijada ishsizlik darajasi rekord darajada pasayib, 2025-yil noyabrda 2,1% ni tashkil etdi. Oliy iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, hozir iqtisodiyotda 2,6 million ishchi yetishmaydi. 2030-yilga borib bu tanqislik 3 milliondan oshishi mumkin.